600 ming so'mdan 850 ming so'mgacha zakasini olyapmiz. Yaxshi tayyor nalichadagi darvozalarimiz 3,5 metrga 3,5 metr. Darvozamiz ichkariga ochiladigan darvoza. Hop. Kalitlar o'ng tomonda bo'lgan. Tamam do'stlar. Muammosi yo'q. Ham darvoza, ham kachaylar, ham so'ri zakasiz unda vobshe bomba. Yana arzon bo'lib ketadi. Tamam. Boshqacharoq rangdagisi, fasoni 500 minglik darvozaga endi litri 100 ming, 150 minglik kraska sepadigan bo'lsa, fasoni rangida pul rol o'ynamaydi. Ana. Bitta ikkita variantlari bor. Balandligiga 355 bo'lib bitgan bu darvozamiz. Kimga ma'qul kelsa, kvadrat metrini 750 ming so'mdan qilib beramiz. Ham borda buni 1 million 200 mingdan 1,5 million so'mgacha. Buchi aka bu. Bu ham neoklassik uslubida tayyor bo'lgan darvozamiz. Skromniydan xohlaganlar uchun kraskalarga, kачестволарga kelib yaqinlik silliq просто video syomka uchun to'xtatib qo'yganmiz buni. Qirg'izistonniki ham shunaqa holat. Sirasi chiqib ketishlik kerak. Keyin bu yerda ish boshlanadi. Bu yer o'zi berasiz imенно shuni. Darvoza zakaz qilganlarga arzonroq qilib beramiz. Arzonroq qilib beramiz do'stlar. So'ralarimizdan bor. Respublika bo'yicha nomer 1 Namangan darvozalari o'zingizlar bilasizlar, tillarda doston. Hozir shunaqangi katta baza skladga kelganman. Akalar, usta akalarimiz 15 yillik tajribaga ega. Hozir videoni oxirigacha qo'yinglar. Keyin yana bitta narsa, videoni imkon qadar bitta klass bosib yaqinlarga jo'natib qo'yinglar, sababi sezonlarimiz rasman boshlandi. Ertaga bosa-bos tapa-tap bo'ladi, chunki kunlar isyapti. Mevalarimiz yaqinda pishadi. Shuning uchun shoshilib qo'yinglar do'stlarim. Zakaz qilishda adashmanglar. Usta bilan ustaning farqi bor, joy bilan joyning farqi bor. Ko'rib yurgan, bilib yurgan odamlardan olsanglar, ham vaqtinglarga, ham naqdinglarga do'stlar umuman zarar yetmaydi. Usta aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Assalomu Ishlab turibsizlarmi aka? Ramazon oylar bilan qiynalmasdan. Rahmat, Alloh bersin. Bugun Xudo xohlasa xalqimiz uchun respublika bo'yicha Ramazon oyiga bir narxlar chiroyli qilib berasiz usta. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xudo xohlasa darvozalarimizni ko'rasizlar, inshaalloh narx-navolarni skidka qilib, arzon qilib sizlar uchun manfaatli video tayyorlaymiz inshaalloh. Do'stlar, bunaqasi bo'lmagan Instagram, YouTube, TikTok kanallarimizdan umuman yiroqlashmanglar, sizlar uchun yangilikni bombasi. Eng arzoni xalq uchun bitta klass bo'lsa, necha puldan qilib berasiz? Kvadrat metrini 500 ming so'mdanga yaxshi kачествосini qilib beraman. 350 mingdan ham qilib beraveraman. Lekin u darvoza o'rnagandan keyin javob bermayman. 500 minglik darvozaga garantiya beraman. Xizmat qiladiganini do'stlar 500 mingdan qilib beraveramiz, 350 mingdan ham qilaveramiz. Lekin uni xalqqa ravo ko'rmaymiz do'stlar. Ertaga qo'ygandan keyin to'y bor, to'lqin bor, xizmat qilishi bor do'stlar. Dushman ham do'stam baribir darvozadan kirib keladi ekanlar. Shu yog'ini ham hisobga olib qo'yinglar. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin, xalq maza qilsin, nevara-chevaralargacha yetsin. Ha usta? Boshlardikmi usta bo'lmasa? Boshladik. Do'stlar, yaxshilab joylashib, bitta klass bosib qo'yish esdan chiqmasin. Murojaat uchun pastdagi nomerlarga ikkilanmasdan telefon qilaverasizlar. Biz videoni boshladik. Xo'p, shunisidan boshlaymiz usta. Mahmudjon, xo'p, bu darvozamiz Qirg'izistonga zakaz asosiy yasalgan darvoza. Razmerlariga kelsak, eniga 4.30, balandligiga 3.30 bo'lib bitgan. Tashqariga ochiladigan fasoni, tashqariga ochiladigan darvozamiz, kalitkasi отдельный bo'lgan. Hop. Narxi Qirg'izistonga endi dollar kursida gaplashganmiz, 75 dollardan gaplashganmiz. O'zimizga endi 500 mingdan 750 minggacha qilib beramiz. Qirg'izistonga nimaga qimmat desangiz, Qirg'izistonga dostavka ustanovkasi ham bor-ku, kargo xizmat orqali chiqyapti-da. Rastamoshka qilinyapti. Kilosiga 30 sentdan dollar kursida. Shuni hisobiga bitta darvozamiz 300 kilo, 400 kilo chiqqaniga hisobiga puliga qo'shilib qolyapti. O'shaning uchun Qirg'izistonga ozgincha qimmatroq. Lekin imkoni bor qo'shni davlatlarga ham. Qo'shni davlatlarga Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston olib borib o'rnatib berish xizmatlarimiz bor. Ana do'stlar. Kargo xizmatlari boshqalarini kelishuv asosida qilib beramiz. Gap yo'q. Usta aka, o'zi darvoza narxi qancha bo'lyapti mana shunisi? Shuni 500 mingdan 700 minggacha qilib beramiz. Deylik, bu darvozamiz hozir dollar kursida hisoblangan bo'yicha 75 dollardan 1000 dollarga tayyor bo'lgan shu darvozamiz. Tushunarli. Razmerlari ham kichkina razmer emas, katta razmer. Necha kvadrat shu endi? Nechiga nechi? Hop, 4.30 ga, balandligi 3.30 bo'lib bitgan. 4.30 ga do'stlarim 3.30. Bu yerda 14 kvadrat, 15 kvadrat atrofidagi darvoza. Tushunarli. 1000 dollarga tayyorlab berganmiz Qirg'izistonga. O'zimizga bo'lsa arzon qilib beramiz. Gap yo'q do'stlar. Keyingisi mana. Keyingi darvozamiz bu o'zimizni Namangan shahariga o'zimizga mana showroom qilganmiz. Showroomga olib chiqib qo'yadigan darvozalarimiz bor bu yerda. Tayyor nalichadagilari ham bor, zakaz asosiy yasalganlari ham bor. Bu yer tayyor nalichadagi darvozalarimiz 3,5 metrga 3,5 metr.
Darvozamiz ichkariga ochiladigan darvoza. Hop. Kalitlar o'ng tomonda bo'lgan. Zamoglari ham mana bunaqa stimul toza zamog bo'lgan. Gap yo'q. Kimga shunaqa darvoza kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishaversin. Narxi 500 ming so'mdan, buniki ham 700 ming so'mgacha. Bu qanaqa variantdagi necha pulliga desangiz, 600 ming so'mlik variantdagisi bu. Tagi shivellar, profillar 6 ga 1 ssenada, listlari 1 uchlik. Buni endi yondorlarini shivellar, profillarini qalin qilib yasasak, narxi o'zgaradi. Buni arzoni bor, mana 500 ming so'mlik variantdagisi. 500 minglik. Ovozini eshityapsiz, mana listini kirib chiqishini ko'ryapsiz. 9 da bo'lgan. Bu 600 minglik variant, 1 uchda bo'lgan, tagi shivellar boshqa. Kimga ham shunaqa darvoza kerak bo'lsa, arzonrog'ini xohlashsa, 09 lik variantda qilib beramiz. Tushunarli. Bunisi 500 mingdan 3,5 metrga 3,5 metr. Bu darvozamiz 6 million so'mga tekis 500 ming so'mdan berib yuboraman. Shu turishi 6 million so'm. 6 million so'm. Voy, malades do'stlar, mana sizlarga olib ketaverasiz. Endi qarang, yana bitta savol do'st aka. Ko'pchilik kraskasini so'rayapti. Yomg'irga, qorga, quyosh, suvga qanaqa chidamlilik garantiyalari deyapti usta. Xo'p, yomg'irga, quyoshga kraskalar bardosh bermaydi. Ko'p kraskalar, mashinani kraskasidagi kraska emas. Banishni kraska sepsak ham, boshqa qilsak ham odam buni mana bu joyiga suv o'rnasa, mana bu joylarni artib turishmasa, mana bu joylarni o'zidan zang chiqaradi. Lekin kraskasi po'sqaloq bo'lib ko'chib tushmasligiga men garantiya. Ana, po'sqaloq bo'lib ko'chib tushmaydi. Просто zang chiqarishligi mumkin. Tushunarli. Shuni hisobiga. Kraskalarni litrovchniy, devon litrovchnigi bor, 50 litrlik, 20 litrlik bachokda bo'ladi. Shundan olib chiqib sepamiz. Endi kimga menga devo kraska sepib berdi desa, kelishuv asosida toza devo kraska ham sepib beraveramiz. Tamam. Unisini nimasi yo'q. Pulida ozgina rol o'ynaydi, toza kачествоda qilib beramiz. Endi 500 minglik darvozaga endi litri 100 ming, 150 minglik kraska sepadigan bo'lsak, u bizga ziyon. Bo'lmaydi. Shuning uchun arzon foydalanganmiz. Kelishuv asosida arzonni sho'rvasa aytmaydi deganlarga. Bilishsa arzonini beramiz, agar qimmatini xohlashsa, qimmatini qilib beramiz. Tamam. Ustakalar bemalol akalar zakaz qilaverasizlar. Xo'p, darvozalarimizni bitish muddati qanaqa bo'lyapti? Bitish muddati 10 kun, 15 kunga surib olyapmiz. 10 kundan 15 kun ichida inshaalloh olib borib o'rnatib beramiz. Keyin zakalat summasiga kelsak, Mahmudjon, zakalat summasi oldin 200 ming, 300 ming necha pul berishsa, o'sha darvozani yasab olib borib o'rnatib beramiz der edik. Biz o'zimizda ham hamma hamkasblarning ichida shunaqangilar bor. Masalan, 50%, 60% pulni olib yo'qolib qolishadi. Klientlar ham shunaqa holat qilyapti hozir. 200 ming so'm pul beradi, darvozani отказ qilib yuboryapti. Yo'q, ololmayman bu darvozani. Bitkizib qo'yganman darvozani, yasab bo'lganman. Rasvod qilib bo'lganman, mehnat bo'lganman-da. Endi o'zi borda keldimda, u 200 mingni zakaz o'lchab kelgunimcha uyga bo'laman bergan 200 ming pullarni. To'g'ri aytasiz. Lekin zakazni отказ qilib yuborishyapti, boshqa bo'lyapti. O'shani hisobiga 30% boshlanishiga 30% berishadi. Necha pulli darvoza? $1000 darvoza bo'lsa $300. $300 darvoza bo'lsa $100. Nima berishadi? 30% ni berishadi. Qolganini bitib o'rnagandan keyin yoqsa pulini berishadi. Yoqmadi deysa, yo pullarni qaytarib beraman, yo'qasam agar nima bo'lganida darvozani tekin ham berib olaman. Yana do'stlar. Gap yo'q. Gap yo'q usta. Bu darvozamiz ham tayyor, nalichadagi bor darvoza. Eniga 3.30, balandligiga 3,5 metr bo'lib bitgan bu darvozamiz. Radiator fason deyiladi. Mana bu joylarga o'shalarga 15 lik, 10 lik karniz deyiladi. Shunaqangilardan foydalanilgan. Kraskalar ham o'sha litrovchniy. Hop, tepalarga arka qilib berganmiz. Hop, narxi 500 mingdan 700 ming so'mgacha. Shtampovkalarniki shunaqangi. Asosan narxi bir xil bo'ladi. Listi ham o'sha eng parash 0.9, eng qalini 1.3. Bundan qaliniga bosib olmaydi. Kimdirlar aytadi, men 1.5 dan qilib beraman deydi, boshqa deydi. Bu stanok bosa olmaydi. O'zi oxiri stanok 1.3 lik listga moslashtirib ham qo'yib bo'lindi. Bundan oshig'ini bosa olmaydi. Chunki fasondan chiqarish oson emas qalin listni. Tushunarli. Bu Dubai fason darvozamiz Mahmudjon. Buni обычный varianti, buni mana bu joylarda nerjevekalar ham bor varianti bor. Kimga shunaqa xohlashsa, masalan bizda katalogimizda 200 ta desam lob bo'lib qoladi, yolg'on bo'lib qoladi. Bir 500 ta darvoza bor katalogimizda. Qanaqaligi fason deysa, shuni qilib beraveramiz.
Mana bu darvozani kraskasini yoqtirib qolib, mana bu darvozaga sepib ber deysin, sepib beraveramiz. Muammosi yo'q. Ha. Fasoni, rangida pul rol o'ynamaydi. Ana. do'stlar. Bitta ikkita variantlari bor. Ish ko'p. Mana bu darvozamiz, mana. Mana shu darvozamiz ozgincha qimmatroq bitgan Mahmudjon. Aha. Mana bu tepalaridagi lazerlari, mana bu nerjevekalari ko'p ishlaganni hisobiga buni narxi ozgincha qimmatroq chiqadi. Mana shu holatda buni gibrid variant deyiladi. Listlikka gibrid qilib yasalgan. Aha. Buni 1 kvadrat metrini 600 ming so'mdan 850 ming so'mgacha zakasini olyapmiz. Ha. Yaxshi materialdagisini 600 ming so'mdagi o'sha 09 hamma yoq parash bo'ladi. 850 minglik 10lik shuvellarda hamma yo'qlari qalinda bo'ladi. Bu darvozamizniki 500 mingdan 700 minggacha bo'lyapti kvadrati. Nerjevekalari oz, boshqa materiallar ozgina yuqoriroq. Buniki premium kачествоda bo'lgan. Hammasi qalin materialda bo'lgan. Shuning uchun buni kvadrat ozgina qimmatroq. Bu ham tayyor nalichida bor. Kim razmeriga tushsa, istalgan rang narxiga ta'sir qilmaydi usti. yo'q. Marhamat. Narxiga umuman ta'sir qilmaydi. Xohlagan ranglarni sepib beraveramiz. Muammosi yo'q. Razmeri 3,5 metrga, balandligi 360 bo'lib bitgan bu darvozamizni kimga ma'qul kelsa, kvadrat metrini shu darvozani siz obunachilar uchun 750 ming so'mdan shu darvozani beraveraman kvadrat metrini. 750. Body ichida bo'lsa 3 kun, uzoq bilan 3 kunda o'rnatib beraman. Boshqa tomonlar bo'lsa biror haftalada hamma zakaslarimiz bor. O'shalarni hammasini yig'ib, boshqa qilib olib borib o'rnatamiz. Hozir ko'rsataman, videoda aytib o'taman. Samarqandga bo'lgan darvozalarimiz ham, ikkita uchta Samarqand darvozalari ham bor. Gap yo'q. Nasab qo'yilgan. Xorazmga darvozamiz bor. Bu haligi hammasi arzon darvoza ekan deganlar uchun shumkali variantdagi darvozamiz 2 qavatlik. Qalin variantda bo'lgan. Profillarini ham 8 ga 6 lik, listlarini ham 1.8 plyusovoyda qilib qilganmiz. Mana yondorlari ham 12 ga 8 brus profil ishlatganmiz. Turistniyada. Mana bu joylarini ham 1.3 lik listni o'zim egdirib chiqqanman. Ko'pchilik 1 lik list ishlatadi. Men 1.3 lik listni egdirib chiqqanman. Mana bu joylar 1.8 plyusovoy shumka bo'lgan. Ekstra shumka yopishtirganmiz shu darvozaga. Razmeri 3.90 ga, balandligi 3.60 bo'lib bitgan shu darvozamiz. 1 kvadrat metrini arzonroq variantdagi bitadiqoni ham bor-da buni. 1 million 200 mingdan 1,5 million so'mgacha yasab olib borib o'rnatib beramiz. Bu hozir 1 million 400 minglik varianti. Profillari 8 ga 6. Yaxshilab eshitib anaqa qilishdi. 8 ga 6 lik qovurg'a profillari, 8 ga 6 lik profil ishlatganmiz. Dishlari 2 plyusovoy. Buni 6 ga 4 lik profilda qilsa ham bo'ladi, 8 ga 4 lik profilda qilsa ham bo'ladi. Shunga qalinrog'ini ishlatganmizda 1 million 400 ming so'mdan narx chiqarib qo'yganmiz. Tamom. Bularni bitish muddati qanaqa bo'lyapti? Bularning bitish muddati 1 oy 40 kun. 1 oy 40 kun. Yoki ro'shnoy qo'l mehnati oddiy bo'lmaydi. Mana bu joylarini ham zakaz asosida egdirib chiqiladi, boshqa qilinadi. Bozorda sotadi, arzonlikini sotadi. Bunaqangi premium kачествоdagisini zakazga qildirib chiqiladi narsani. Tushunarli. Gipkastonogida. Ana do'stlar. O'shana hisobiga kuni ozgina cho'ziladi. Hop. Bunisi endi usta? Qancha bo'lakcha bo'lib turibdi ranglari bilan. Bu darvozamiz ham hozir trend bo'lyapti, orange rang. Ana bo'lmasa. Mana bu joylarga ishtaqadan foydalanib qilinyapti. Bitta ko'rib o'zlar bahosini berasiz akalar. Soplarini ham ko'ring, ahamiyat bering. Baquvvat bo'lgan. Baquvvat, Listlari ham orange rang. 1.8 plyusovoy 2 qavat bo'lgan, shumkalari bo'lgan, listlari ham, profillari ham hammasi 1.8 stenada bo'lgan. Profil 1.7. Profil 1.8 bo'lmaydi, 1.7 stenada bo'lgan. 12 lik shuvellarda bo'lib bitgan. Bu darvozamiz 1,5 million so'mdan 1,5 milliondan metr kvadratdan qilib beraveramiz. Gap yo'q do'stlar, mana ruchkalarini ham bitta ko'ringlar. Necha qavat bo'ladi? 2 qavat shumkali. 2 qavat shumkali. Gap yo'q. Usta, endi yana bitta savol tug'ilyapti. Eski darvozam ham bor, bir yo'ri bormikin yo tanishi bormi, sotsak, barter qilsak deganlarga? Xo'p, Mahmudjon, bu rabochiy darvozalarni bizga to'g'risida hech narsasi ishlamaydi. Biz faqat yangi material ishlatamiz. Endi bizda o'sha eski furush akaxonimiz borlar. O'sha eski furush akaxonimizga rasmini tashlaymiz. Necha pulga olib qolaman desalar, o'sha olib qolishlarini hammasini biz olib kelib beramiz. O'zimiz mashinamizni darvoza o'rnatgan boramiz-ku. Rabochisini o'zimiz mashinamizni yuklab olib kelib beramiz. Mana shu xizmatni tekin, shu aytgan pullariga oldi berdilarini qilib beramiz. Biz o'rtada foydalanish, boshqa qilish degan narsa yo'q. Nimaiki bizga ishlamaydi, pul zayin bo'lib qoladi. Ishlarni bitkazib beramiz ilojini boricha.
masalan deylik, zakaz o'lchagani borganda, uka mana shu darvozamni necha pulga olib qolasiz desa, mana uncha so'm, 50 millionga, 500 mingga olib qolamiz desak, kimdir kelib 1 million beraman desa, biz darvozani o'rnatgan borgunimizgacha sotib olsalar, biz xursand bo'lamiz. Sotib olibsiz aka, noto'g'ri ish qilibsiz demaymiz. O'zlariga ham aytib qo'yamiz. 500 ming qilgan narsamiz 1 millionga kimdir oladigan bo'lsa, aka foydalanib qolsalar, biz xursand. Tamam, do'stlar, shoshilib qo'yinglar. Bu-chi aka bu? Bu ham neoklassik uslubida tayyor bo'lgan darvozamiz. Skromniydan xohlaganlar. Skromniydan xohlaganlar uchun kraskalariga, kачестволariga kelib yaqinlik, silliqla ishlanganligiga hamma yo'g'iga bir yaqindan olib kelib ko'rsataverasiz. Mana do'stlar. Darvozani kачествосidan ideal holatda. Uzoqdan olib boshqa qilib nima qilmaymiz. Hamma darvozamiz buni ham ko'rsatavering, narigini ham ko'rsatavering. Nimasi yo'q. Kimga shu darvoza ma'qul bo'ladigan bo'lsa, razmeri eniga 3,5 metr, balandligi 320 bo'lib bitgan. 1 kvadrat metrni 1 million 300 ming so'mdan 1,5 milliongacha qilib beramiz. 2 qavat shumkalik 1.8 plyusovый list. Kraskalar ham toza kraska bo'lgan. Zamoklar ham shu Zuber zamok, yaxshi zamok. Mana do'stlar. Turetskiy zamok. Yo'q, Xitoyniki yaxshisi. Bu Turetskiy degani bitta Frida firmaniki bor, $45 turadi. Xohlovchilar uchun qo'yib beraveramiz. U ham kelishuv asosida bo'ladi. Frida firmani zamogi bor, shuni qo'yib beramiz. Gap yo'q. Nech puldingiz buni usta? Buni 1 kvadrat metr 1 million 300 mingdan 1,5 milliongacha zakaz qilib beramiz. 300 dan do'stlar, bu hozir bitgan varianti qarang. 10lik shiveller, 1.8lik, 8 ga 4, 6 ga 4 profil. Ha. Tushunarli. Kimga ma'qul kelsa, nalichida bor, bu ham tayyor turibdi. Alohida. Bu darvozani nima qilib qo'ygansiz endi usta? Bu darvozani Mahmudjon, xo'p, spetsiallik qilib qo'yganmisiz? Spetsiallik qo'yganmiz. Xo'p. Nimaga desangiz, klientlar ko'rishsin, lisimizga, profilimizga uloq tushmasligini, boshqasini hammasini ko'rib olishsin. Bu ham Xorazmga zakazning asosida yasalgan darvoza, Xorazmga ketadi bu. Yaxshilab yaqindan ko'rsataverasiz ham, u haligi nima qilishlik yo'q. Mana bu joylarini avvalgi holatda qilib berganmiz. Buni ham hammasini qo'l mehnatida qilib beramiz. Haligi gibka stanovda egdiradi ko'pchilik, lazer stanovda kestirib boshqa qilib biz qo'lda qilganmiz hammasini. Qo'l mehnatida, shuning uchun qo'rqmasdan aytaveramiz. Bu darvozamizni premium kачествоda, xullas buni mana bu joylarda hali narsalari bor, bezaklari bor. Uni kraska bo'layotgan jarayonda qo'yiladi. Bu darvozamiz 1 kvadrat metri 2 million 100 ming so'mdan qilib beryapmiz hozir shuni zakasini. 1 million 800 mingdan 2,5 milliongacha qilsa bo'ladi. Buni nimaga unaqa desangiz, profilini 8 ga 6 dan qilib, orqa oldi ko'rinishligini bir xilda qilib bergan variantimiz ham bo'ldi. Xorazmga o'rnatdik uni ham. 2,5 million so'mdan zakasini qilib berdik shuni. Undan oldingi variantini. O'sha darvozamizni ko'rib, yana Xorazmdan zakaz qilishyapti buni ham. Gap yo'q do'stlar, shoshilib qolinglar. Mana darvozaning eng haligi arzoni qimmati deyshadi-yu. 2,5 millionga berib olgan darvozamiz ham bor. Shu turish 2,5 million so'mga berib olaman, shu turish. Do'stlar, shu turish 2,5 million so'm. Kichkina emas, darvozaning razmeri katta. Mana eniga 325, balandligi 225 eniga, balandligi 310 butgan. Mana do'stlar. Mana kimga to'g'ri ma'qul kelsa, tashqariga ochiladi. Mana soplari bor, ruchkalari bor, hamma yo'g'i zo'r ochib yopish. Usta? Yangi darvoza, rabochiy yo bir nima emas. Nima sabab? List ozgina yuqqa bo'ldi. Shu hammasiga ishlagan narsa ishlagan bunga ham. Lekin xizmat qiladi. Berib yuboraman shu darvozani. Gap yo'q usta. Tayyor akalarim. Mana bu endi zakasnoy Samarqandga ketadigan darvoza, Samarqand Jomboyga borib yuboramiz darvozamiz. Razmerlari eniga 3.25, balandligi 3.40 bo'lib bitgan shu darvozamiz. Samarqand Jomboydan akaxonim zakaz qilganlar, xudo xolasa video syomka tugashi bilan kechqurun iftordan keyin yuklashni boshlaymiz o'zi. Qarab turibdi mashinalar, hamma yoq qarab turibdi. Prosta video syomka uchun to'xtatib qo'yganmiz buni. Qirg'izistonniki ham shunaqa holat. Sirasi chiqib ketishlik kerak. Keyin bu yerda ish boshlanadi. Bu yer o'zi sex, bolalar ishlaydigan joy. To'xtatib qo'yib, o'sha klientlarimiz uchun mana shu qilayotgan ishlarimizni ko'rsataylik degan maqsadda ishxonani to'xtatib qo'yganmiz. Gap yo'q. Bu darvozamiz 5 millionga berib olaman buni ham. Turishi 5 million so'm. Turishi 5 million so'm. Vay. Kim razmeriga tushsa, aloqaga chiqsin. 3,5 metr eniga, balandligi 3 metr bo'lib bitgan. Buni ham listlari mana qarang, 1.3lik list, 6 ga 4 profil, nerjevikidan foydalanganmiz. Hop. Kimga ma'qul kelsa, klientlar mazza qilsin, xalq mazza qilsin, mana bitta ikkita biz ham haliga bonuslarni qilib berib turamiz. Shu bonuslar uchun ham bitta klass bosib yaqinlarga jo'natib qo'yinglar, akalarim. Mana sizlarga yana bitta kvadrat emas, sirasi turishini aytib o'tib ketyapmiz. Aka,
yetkazib berish muddati qanaqa o'zi tayyor degandan keyin? Xo'p, mana qarang, Namangan, Andijon, Farg'ona, Qo'qon, o'zimizni viloyatlarga 15 kun ichida borib o'rnaydi. Endi voha tomonlarga bu ham 15 kunga deb zakaz olamiz. Nimagaki bitta darvozaga ham odam jo'natavermaymiz-da. Ikkita-uchtasini yig'ib turib, masalan, bir oydadir, 20 kundadir, masalan, darvozalarimiz hammasini tayyor bo'ladi, tezlashtirib qilib beramiz. U yoq tomonlarga shunaqa muddatda boradi. 20 kun, 25 kunda voha tomonlarga borib o'rnaydi. U yoq tomondan ham masalan zakaz razmer o'lchab keting uka, o'zim uyimga kelib o'zingiz ko'ray desa, o'zim borib zakazlarni o'lchab kelaveraman. Agarda yo'q uka, men o'zim kelib o'tirman, bu razmerni aytsangiz, razmerni aytaman, yozib olsangiz, qilib olib kelib o'rnatib bersangiz bo'ldi deysa, razmer aytishadi. Aytgan razmerlarga asab olib borib o'rnatib beraveramiz. Tamom do'stlar, shoshilinglar. Xo'p, bunisi endi aka, nima deyapti endi? Bu darvozamiz bu ham tayyor nalichada, buni ham premium kayfiyatda qilib tayyorlaganmiz. Nerjiveki hamma yo'qlarda bo'lgan. Har xil variantlarini ko'rsatdik. Endi bu variantdagisi qarang, aynan atrofi polni shveller. Listlari 1.3. Profillari ham 1.3. O'ta bir baquvvat bo'lib chiqdi aka bu ham. Bu ham o'ta baquvvat bo'lib chiqqan. Bu qayerga yo sotiladigan bu? Sotiladigan. Sotiladigan. Sotiladigan darvoza. Razmeri kimga tushsa 322, balandligiga 355 bo'lib bitgan bu darvozamiz. Kimga ma'qul kelsa, kvadrat metrini 750 ming so'mdan qilib beramiz. 750 ming so'm. Har xil variantdagisi bor. O'shanga hammasini narxini aytib boshqa qilib ko'rsatib chiqaman. Bu darvozamiz Qirg'izistonga, hop, Jalolobodga borib o'rnaydigan darvozamiz. Razmeri eniga 4 metr, balandligi 340 bo'lgan, splashni ochiladigan darvozamiz. U yoqda katta texnikalarni ko'proq olib chiqib turishadi uylariga. Shuning uchun balandroq ochilsin deyishganda splashni ochiladigan qilib berganmiz. Dubay fasoni. Buni ham o'sha kvadrat metrini o'sha Qirg'izistonga 75 dollardan qilib berganmiz. O'zimizga bo'ladigan bo'lsa 500 mingdan 700 ming so'mgacha tayyor bo'ladi. Uning ichida do'stlar kraskasi, usta haqqi, endi aka boyaga dastavkani ham bitta точный ma'lumot beraylik. Boshqa vodiydan tashqari viloyatlarga qanaqa kelishilgan holatdami yoki tekinmi? Qarang, qo'shni respublikalarga, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonga kelishuv asosida bo'ladi. Ustanovkasi hammasi meni zimmamda bo'ladi. Ustanovkasi men qilib beraman. Lekin buni kargo xizmati bor. Rastamoshka qilinyapti. Hozir hamma narsani. To'g'ri. Rastamoshkasiga xohlashsin, men o'zim qilib olaman deysa, o'zlariga qildiramiz. Yo'q uka, o'shani pulini ham qo'shib ayt, necha pul bo'lsa o'sha pulingni beraman deysa, shuni kvadrat metriga faloncha so'mdan pul qo'shiladi. Shuni qo'shib aytamiz, olib borib o'zimiz olib chiqib o'rnatib beramiz. Qirg'izistondagilar qara, qanaqa holat bo'ladi? Men bu yoqdan darvozani yasab olib chiqib, kargo xizmatini qilib beraman. U yoqqa Qorasuv bozorga bazaga borib tushadi. Shu bazadan uylariga bitta portiyada olib ketib qo'yishadi. Men u yoqdan mashina qilib, boshqa qilib olib borib yurmayman-da. O'zlari baribir portiyalari bor, ko'pchilikda boshqa uylarga olib ketib qo'yishsa, men uylarga promoy borib o'zim o'rnatib beraman. Tamam. Do'stlar, bemalol murojaat qilasizlar, shoshilib qolinglar. Bu darvozalarimiz aka Hasan-Husan bo'lib turibdi o'zi. Hasan-Husan bo'lib turgan. Bunisi nalichadagisi, bunisi Samarqandga zakaz asosida yasalgan. Samarqand Urgutga borib o'rnaydi bu. Buni mana yoniga samarqandliklar o'zlari bilishadi, videoda ko'rishsa, 5 santimetrdan nalishni qildirishadi qanaqangidir. Devor haliga nimasi yopilib tursin, zazor qolmasin degan maqsadda. O'zini odati ekan-da ularning. Odati, samarqandlikning odati bor. Shunaqangi. Buni 600 ming so'mdan qilib berganmiz darvozani 1 kvadrat metrini. Hop. Nerjivekalar yo'q, ko'rib turibsiz. Listlari 1.3, tagi shveller, ikkita yondorlari 8 ga 6 profil. 600 ming so'mlik varianti shu. Bunisi bor. Buni ham 600 mingdan qilib beraveraman klientlar uchun. Nerjiveka yopishtirib qo'yilgan. Xuddi shuni nerjiveka yopishtirilgan. 600 mingdan qilib beraveramiz buni ham. Gap so'z yo'q do'stlarim, shoshilib qolinglar mana sizlarga. Do'stlar, xullas yana ko'rsatamiz desak, darvozalarimiz juda ko'p, lekin vaqtlar tejagan holatda eng asosiylarga fokus qaratdik. Darvozani eng nomeradinlari zakaz qilaverasizlar, muammo yo'q. Undan tashqari ustaki, mana bu kachelalar turibdi bu yerda. Bu kachelarni ham o'zimiz qo'l bola qilib yasab chiqardik. Hop. Bu razboyniy holatda bo'ladi, maydalanadi, yig'iladi. Bu gaykalari bor. O'z gaykalari bilan bo'shatiladi. Qishda olib qo'yaman deyishganlar, olib qo'yishadi, yozgan yig'ib olishaveradi. Bu nima, divan pivan ham bo'ladi shekilli. Divan bo'ladi.
spalniy bo'ladi. Shuni yotqizsangiz spalniy bo'ladi. Ikki Ey, kishini gap. xotirjam ko'tarib yotgan holatda. O'zi asli 400 kilo, 500 kilogacha yuk ko'taradi. Ha. Ko'tarishligi garantiya beramiz. Aha, Profillar aha. hamma yo'q qalinda bo'lgan, parash ishlatmaganmiz. O'zi ham Qalinda hali bo'lgan. firminniy singar qilibsizlar, usta, hali zavodskoyda singar qilibsizlar. Aha. Bu profillarni ham egib, Egib, chiroyli qilib. o'zimiz qo'l bola egib chiqqanmiz. O'zi hammasi o'zimizdan chiqqan. Gap yo'q do'stlar, shoshilib qo'yinglar. Qancha Kimga? dedingiz bu narxini? 300 dollardan. 300 dollar. Dollardan gaplashamiz buni. 300 dollardan qilib beramiz. Endi mana qilamiz, bitta darvoza zakaz qilsa, ustaki, buningiz ham yoqib qoldi aka, bir yo'la kelganda kelib qolsin deganlarga narxlarini sezilarli darajada chiroyli qilib berasiz, imенно shuni. Darvoza zakaz qilganlarga arzonroq qilib beramiz. Arzonroq qilib beramiz do'stlar. So'rilarimizdan bor, so'rilarimizni ham arzon qilib beramiz. Yana bo'lmasam, so'ri deydi, yana kimdir do'stlar buni kravat deb qo'yadi. Ko'rasizlar. Mahmudjon, mana hech kimga qilmagan skidkamni sizga qilib beraman. Qarang. Ha. 3,5 million so'mlik so'ri. Ha, turishi 3,5 million. 3,5 million. Nechiga nechi buningiz? 2,5 metrga 3 metrlik so'ri. Nimasi bor buni? Yog'ochi bormi yo shu Yo'q, turishi? yog'och yo'q, shu turishi. Shu turishi. Ha. Endi bitta darvoza zakaz qilsa, so'ri zakaz qilsa, so'rini 2,5 million so'mga qilib beraman siz obunachilaringizga. Tamom do'stlar. 1 million arzonga qo'yamiz. 1 million arzoniga qilib beraman. 2,5 million so'm o'zi turishi, Aha. holati. Darvoza ham darvoza ham so'ri zakaz qilishsa, so'rini o'zini 2,5 million so'mga qilib beraman. Tamom do'stlar. Muammosi yo'q. Ham darvoza, ham kachaylar, ham so'ri zakazsiz unda vafshi bomba. Yana ham arzon bo'lib ketadi. Mana Tamom. boshqacharoq rangdagisi, fasoni Aha, gullar, aha. mana bu joylar lazerda o'yilgan gullar boshqacha. Kimga Hop, qanaqa kassiyadagisi yoqsa, qanaqa fasondagisi yoqsa, qilib beraveramiz. Muammosi yo'q. Pul qiziqtirmaydi, rol o'ynamaydi. Gap yo'q. Qadrdonlar, shoshilib qo'yinglar. Ustaga ma'lumotlar uchun, bonuslar uchun, aksiyalar uchun katta rahmat. Ajratgan vaqtingizga rozi bo'ling. Sizlar bo'lsa do'stlarim, eng yaqin insonlarga gruppalar bor, Telegram gruppa, qarindoshlar, sinfdoshlar hammasiga jo'natib qo'yinglar. Videomiz foydali, bitta klass bosib qo'yinglar akalar. Sizlardan arzimagan mehnatimizga so'raydiganimiz bitta klass murojaat uchun do'stlar pastda nomer qoldiraman. Albatta telefon qilaverasizlar. 12 viloyat qo'shni respublikalar sizlarni do'stlar kutib qolamiz. Yana bitta narsa do'stlar, bitta narsani unutmanglar. Arzon sho'rvani mazasi tatimabdi. Shuning uchun bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin, maza qilinglar. Ha usta? Ha, shunaqa. Sog' bo'linglar. Rahmat.